Assalomu alaykum. 6-dars kattalashtirib ko'rsatuvchi asboblar. Kattalashtirib ko'rsatuvchi asboblarga lupa, mikroskoplar kiradi. Kattalashtirib ko'rsatuvchi asboblardan lupani birinchi bo'lib o'tamiz. Lupa. Lupa ikki tomoni qabariq oynadan tashkil topgan bo'ladi. Lupalar 3 martadan 20 martagacha kattalashtirib ko'rsatadi. 3 martadan 20 martagacha. Lupalar ikki xil bo'ladi. Dastakli lupa hamda shtativli lupalarga bo'linadi. Shtativli lupalar shtativli lupalarda dastaklidan farqi pastki qismida kattalashtirib ko'rsatuvchi ikkita linzasi bo'ladi. Va shtativli linzalar 10 martadan 25 martagacha kattalashtirib ko'rsatadi. 10 martadan 25 martagacha. Xo'p. Mikroskop. Mikroskop yunoncha so'zdan olingan bo'lib, mikro kichkina, skopio ko'ryapman degan ma'noni anglatadi. Mikroskoplar 1000 martadan 100 ming martagacha kattalashtirib ko'rsatadi. 1000 martadan 100 ming martagacha. Xo'p, mikroskoplarni kattalashtirib ko'rsatishni aniqlash uchun ularni obyektiv soniga okulyarni ko'paytirsak, ularni necha martalab kattalashtirib ko'rsatishi kelib chiqadi. Misol uchun, okulyarni 15x desak, obyektivni 40x deymiz va bularni ko'paytirsak 600 martalab kattalashtirib ko'rsatishi kelib chiqadi. Xo'p, mikroskopda 8 ta qismi bor. Ularni hozir birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchisi okulyar. Ikkinchisi birinchi qismi okulyar. Xo'p, ikkinchi qismi obyektiv. Uchinchisi krusus, buyum oynachasi. To'rtinchisi ko'zgu. 5 makrovind. 6 mikrovind. 7 shtativ. 8 taglik. Xo'p, mikroskopni ishlatishni laboratoriya ishida ketma-ketligini berib o'tib ketgan mavzuning oxirida. Shuni e'tibor berib yodlab qo'yamiz. Birinchi o'rinda okulyar, obyektiv va ko'zgu oynalari quruq yumshoq latta bilan artib olinadi, tozalanib. Keyin kichkina obyektiv buyum oynachasining teshigiga to'g'rilab olinadi va uning ikkalasining oralig'i hozir boshqacha. Ikkalasining oralig'ini masofasi yarim 1 santimetr bo'lishi kerak. Xo'p, to'g'rilab olganimizdan keyin ko'zguni shtativ okulyardan qaraganimizda obyektivga buyum stolchasiga tushayotgan yorug'likka taraf ko'zguni burishimiz kerak, to'liq yorug' bo'lmaguncha. Xo'p, undan keyin tayyor preparatni qisqich bilan olib buyum stolchasidagi suv tomchisiga qo'yib yopamiz va preparatni qo'yganimizda preparat bilan obyektivni orasi 4 mm dan 6 mm gacha bo'lishi kerak. Bunga yozaman alohida. Preparat va obyektiv orasidagi masofa 4 mm dan 6 mm gacha bo'lishi kerak. Xo'p, har doim preparat mikroskop orqali ko'rilayotganda birinchi bo'lib kichkina obyektivdan ko'rib boshlaniladi. Uning masofasi keyin makrovind, mikrovindlar orqali boshqa